Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun Xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga juma 27-mart Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Gentra'lardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat, yangi, eski har xil ranglardan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yili bilan nomini yozib qoldiringlar. Bugungi video roligimizni 2020 dan boshlayapmiz. 3-pozitsiya avtomat korobka. Yurgani qancha? 188 ming yurgan. Xo'p, 4-pokoleniya propani bor, ABS konditsionerlari bor. Motor ходовой korobka. 100 ming so'm sarflaydigan joyi yo'q aka. Amerikan ko'ptira bor. Yumshoq balon bor. Bu Gentra'ni endi full to'g'rimi? Eng full aka, xudo xohlasa. Ya'ni o'rindig'igacha isiydi. ABS'lari bor, lyuklari ishlab turibdi. Yurganlari o'zinikimi aka? O'zini halol qo'y aka, ko'rsatib oldim. Ochildi. Gazi propana bu. 65 talik pokoleniya propan. 4-pokoleniya ya'ni. 188 ming yurgan 2020. Kraskasi? Oldi kapotda ozgina petnosi bor aka, qolgan joyi toza. Ustitelari o'zinikimi? O'ziniki aka, ustitilar umuman o'tmay, ustiga narsa tushganicha sepildi aka. Bo'ldi. Aka, necha pul qo'yamiz? Yaqini. $9200 ozgina kami bor aka. Xayriga. Xayriga o'tib beramiz. Baland aytilmayaptimi? Yo'q, yo'q, Lyuboyda akim chiqaradi. Aytganim shundan ozgina o'tib beriladi xolos. Uni sherigini aka 10400 ga berdik. Faqat u 143 ming yurgan edi. Qo'lni shumka bo'lgan aka, chihol qo'lligi bor, turli baloni yangi, Amerikanka bor, Optira bor. Bu aka eng qiziq Sidinar ismardi. Bu full variant. Generalni chiqam? Lyuboyda akim chiqadi. O'zim general deyman. Bo'ldi. Mashinasi bo'lsa-chi, yopilaverasiz. Barcha qilaveramiz hozir. 2010 da tepasi bo'lsa imkon darajasida. Nomeringiz? 94 94 562 41 raqamiga murojaat qilasizlar. Yili eskiroq qorasidan so'raganlarga 2016-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Gentra'miz. Mexanika korobka bu. Yurgani qancha aka? 1 yevroda mexanikasi ekan. Yurgani qancha? 300 ming. 300 ming yurdi. Metan gazlari bor. Shu holatda motori qanaqa, rasxoti yo'qmi? Rasxoti yo'q. Shu holatda degani endi hozirgi kunda, chunki motorga masalan rasxoti yo'q motorga hech kim sizga garantiya bera olmaydi. Balki masalan bir haftadan keyin rasxot qolar, balki bir kun. 10 kun minisiga mana qarab beraveramiz. Bo'ldi, mana akam bu yevro varianti. O'zinglar uchun tekshirib olaverasizlar albatta, lekin xolos. 2016 1 yevro mexanika, konditsioneri boridan. Xo'p, Sidina podogrev hamyog'i bor. necha pul qilib beramiz endi aka? 6,5 qilishni qo'shilsa beramiz. 6,5 da ustiga yurganga beriladi. Generalni davenisi ham Chiqadi, hammadagi xo'p. Nomeringiz? 94lik 94 797 797 6606. 6606 raqamiga murojaat qilasizlar. 2016-yilda ishlab chiqarilgan, 300 ming yurgan bitta petnosi bor ekan. 2020 navbatdagi Gentra'miz mexanika ishqibozlari uchun oppoq rangidan. Buni yurgani qancha ekan? 136 ming. 136 ming kilometr bosib o'tgan avtomobil. Metan gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Motor ходовой korobkalari Yaxshi, yaxshi. Shumka bo'lgan, shengrobka bo'lgan. Bunga diska qo'yganmiz o'sha shunaqami? Diska qo'yilgan. Diska qo'yilganmi? Xo'p, mana. Shumka ham bor ekan-a? Shumka bo'lgan. Malibu. Polirovka. Shuma izolyatsiya qilingan, polirovka qilingan. Qisqasi tayyor holatda. Gazi 100 talik temir. Xo'p. 2020 136 ming yurgan. Kraskasi Ikkita joyda petno bor. ikkita joyda petnosi bor. Aka, narxini imkon qadar yaqinroq qilib. 8800 kami bor. Nech pul ko'rib sir bo'lmasa, qiziquvchi bo'layotgandir. 8 so'rashda astoydil savdo bo'lmadi. Bo'laveradi. Generalni chiqam? Chiqadi. Variantga sotmaysizmi? Yo'q, generalni. Faqat sotish kerak. Nomeringiz aka? 90lik 90lik 211 211 90 99. 9099 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2017 navbatdagi Gentra'miz. Mexanikami? Mexanika ishqibozlari uchun 2017 metan gazlari bor, ABS konditsioner. Hamma narsasi bordan ekan. Motor rasxot qilmaydimi? Yo'q, yo'q. Motor rasxoti yo'q. Salon holatlari mana. Chexollari yaxshi. Metan gazlari bor.
Zapas ballonlari tushmagan. 2017 ni yurgani qancha dedingiz? 217 ming. 217 mi yurgan, 2017 mexanika. Kraskasi Toza. toza. Narxi Shul bo'lish, shunga full tundami yo'g'i bor. Narxi 7,5 kelishamiz. 7,5 ming kami bor. Kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? 63 ga beraman. 6300 gacha pul ko'rdi. Generalingiz ham O'tkazib olish kerak. nomiga o'tkazib oladi. Nomeringiz 91lik 91 483 483 0186. 0186 raqamiga murojaat qilasizlar. Navbatdagi Gentramiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangidan. Mexanikami? Mexanika korobka. Yurgani qancha? 43 ming kilometr bosib o'tgan mexanika korobka, metan gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Xo'p. Yumshoq baloni. Bu mexanikani full ekan, hamma narsasi bor ekan. O'rindiqlari si. 43 ming yurgan mashina. Zapas ballonlari tushmagan hali. Tushishga ulgurmagan. Xo'p, 100 talik temir metan gaz. Qo'llari zavod holatda. 43 ming kilometr bosib o'tgan 2023 mexanika korobka. Yili baland mexanika so'raganlarga ayni muddao ushbu mashinangizda. Kraskasi Kraska toza. 100% toza. Necha pul qilib beramiz endi buni? 11 ming. 11 ming o'tman beriladi. Ha, kelishib nima qilamiz? Xo'p, generalida beringizchi. Bo'laveradi. Bo'ladi. Mabodo sir bo'lmasa bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, hozir endi o'zi kechroq keldi. Mashinani faqat naqqa sotamiz yoki variant ham qilib berasiz? Naqqa Faqat naqd pulga. Telefon raqamingiz 93 93 787 787 70 70 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. Yili eskiroqdan so'raganlarga azizlar 2015-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Gentramiz. Shu borada eslatib o'taman, akamiz o'zi shunaqa mashinalar chiqarasiz aka. Jamshid Avto Instagramda xudo xohlasa yaqinda boshladingizmi? Yaqinda boshladik, aka 3 oy bo'lmadi, hali 10 mingtaga yaqin bo'ldim, 700 ta kam. Hop, 10 mingta bo'ladigan bo'lsam bitta baxtli obunachi desam ham bo'lardi, nimagaki 1 million so'm surib beraman bitta obunachini tanlab. Aka o'zi qanaqa mashina chiqarasiz? Arzon mashinami, inomarkami? Arzoniga harakat qilaman, ko'proq. Qo'lini savdolashib, ushab, egasidan savdosini tushirib. Bu akamizga obuna bo'lib qo'yinglar albatta. Jamshid pastki chiziqcha avtoga xudoolasi kirib padeshga qo'yinglar, akamiz zo'r mashina chiqaraveradi. Xo'p, o'zimiz mavzuga qaytaveramiz. 2015 navbatdagi Gentramiz oppoq rangidan. Yurgani qancha? Ya'ni 248 ming. 248 ming yurgan, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Tirikchilik olganmiz, o'zimiz minib yurdik. Xo'p bo'ladi. Motor hadovoy korobkalari? Umuman ishi yo'q aka, minib ko'rib bo'lsa-da. Falcon Premium yumshoq balon qo'yilgan. 2 million 200 ming atrofida turadi bu balonlar. Lekin yaxshi balon. Ichki holatlari monitor qo'yilgan. Kovrik tashalgan, chexollari yaxshi. Xudo xohlasa rasvoti yo'q ha mashinani. 100 talik temir metan gaz. Pol holatlari zavod holatida ekan. 2015 248 ming yurgan mexanika korobka. Kraskasi Kraskalari bor, 15% deb hisoblaylik. Kriloda bor aka. Udar yo'q, kelib suv bilan tekshirib olaveradi. Ikkita petnosi bor. Endi o'zga ko'rsataman. bitta detal to'liq, plus ikkita petno. Necha pul qilib berasiz endi aka? O'zingiz kanalingizga qo'yganda aytavering. Kanalimga qo'yganim, baland qo'yganman, sizga undan ham arzon qo'yib beraman. Xo'p bo'ladi. Necha pul? Xo'p, 6450 ga olsin 1 so'm kam yo'q lekin. Azizlar, ochig'ini aytganda mana Lacetti'larni ham syomka qilyapsiz, ko'ryapsizlar. Endi o'zingizlar narx solishtirib olaverasizlar. Aytmoqchi bo'lganim yaxshi narx. Generalni berasiz? Generalni Lugo bo'yicha chiqadi. Xo'p bo'ladi. Nomeringiz 90lik 90lik 757 757 0996. 0996. Buni variantga sotmaysizmi? Yo'q, Faqat naqd pul bo'ldi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. 2016 navbatdagi Gentramiz yili eskiroq avtomat korobka so'raganlarga birinchi pozitsiyani Yevro varianti Stalnoy svetidan. Buni yurgani qancha? 380. 380 ming yurgan, ekonomizeri bor, konditsionerlari bor, propan gaz qo'yilgan. Motor hadovoy korobkalari? Zo'r. Rasxoti yo'q mashinani? Yo'q. Rasxoti yo'q. Salon holatlari mana o'rindiqlari isiydi. Avtomat korobka aytib o'tganimizdek birinchi pozitsiyani Yevro varianti. Propan gaz. Yurgani qancha edi? 380. 380 ming yurgan 2016 1 yevro avtomat. Kraskasi Kraskashi kilo kapotdi. ikkita detalda. Uch detallari o'zbekmi? 3 ta deta, 2 kilo kapot. Oldida Uch ekan, detallarga uch detallarga o'tmagan. o'tmagan. Necha pul qildi aka bu bozor? Qiziquvchisi bo'lgandir.
Buni endi banki bor buni tayyor. Bankni uzib olaman, o'zim pul beraman ustiga deyapti. Deb pul berishdi hozir. Xaridor. Naqd pulga sotilmaydi. Naqd pulga sotiladi. Nechi pulmi? 6,5 kami bor deyapti. 6,5 kam bor. O'zingiz yechib berasiz hamma. Hamma yo'g'ini yechib beraman. Hujjatgacha generalni berasiz. Любой dokument bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Nomeringiz 93lik 93 410 410 0577. 0577 raqamiga 2000 murojaat pul bo'lsa qilasizlar. tayyor banki ham bor. Kelishuv. Yo'q, qolgan ma'lumotni akamizdan o'rasizlar. 2021 navbatdagi Gentramiz 3-pozitsiyada avtomat korobka. Yurgani qancha buni? 130 ming yurgan. 130 ming yurgan. 4-pokoleniya propanmi? Propan. Propan. Xo'p, 130 ming yurgan bo'lsa, motor hadovoy korobkasi qanaqa? Hech qanday muammosi Hech qanday juda muammosi chiroyli. yo'q. Juda Juda chiroyli hadovoy holat. qilingan. Mers hadovoy qilingan. Akkuratli mashina. Pokiza holatdagi mashina ekan. Keyin 3-pozitsiyani qolgan full. hujjatlar chiqadi. Hamma narsasi bor. Bor. Full deganimizda endi azizlar hamma narsasi bor deb aytib ketyapmiz. Gazi pokoleniya propan. 48 talik. 48 talik. 130 ming yurgan 2021. Kraskasi toza. Toza. Pulichi Puli 10700 deyapmiz. 10700 kami bor. Kami bor. Xo'p, hujjatlari qanaqa bo'ladi? Generalniy desa generalniy nomiga o'tkazib beramiz desa o'tkazib bera olamiz. Xohlagan hujjat chiqadi, Xohlagan variant ham hujjat bera bo'ladi. olamiz. Necha puli borga qayergacha berasiz? Andijon viloyati bo'lsa bera olamiz. Boshqa yerlarga Oldindan eng variantga kami necha puli bo'lishi kerak? hech bo'lmasa yarmi bo'lishi kerak edi. 50%. 50% bo'lsa yaxshi. Xo'p, boshqa viloyatlarga berilmaydi? Endi ularga variantga bera olmaymiz ularga. Bo'laveradi, tushunarli. Nomeringiz 94 94 562 562 90 00 raqamiga murojaat qilasizlar. 2023 navbatdagi Gentramiz. Lyuk yo'q 3-pozitsiya ekan. Bezbek avtomat 23 larda chiqqan. Xo'p, 4-pokoleniya propan gazi bilan yumshoq balonlari bor. Buni yurgani qancha? 42 ming? 42 ming kilometr bosib o'tgan. O'rindiqlar isiydi. Hujjatlarida muammo yo'q deb aytilyapti. 65 talik propan gaz. 2023 42 ming yurgan. Tozami aka? Toza bu. Hujjat generalniy Bu bo'ladi. dokument o'zimizdan chiqadi. Muammo. Bu. Narxi necha pul yaqinroq aka? 12 mingdan o'tib beraman. 12 ming dollar kami bor. Bor. Bermaganingiz? Buni 11200 qo'lda bergan. 11200 dollargacha pul ko'rdi. Generalniy bo'ladi. Variantga sotmaysizmi? Yo'q, faqat Mashinaga barterimiz bartergacha bor. kelishlar. Nomeringiz 90lik. 90lik 140 140 0490. 0490 raqamiga murojaat qilasizlar. 2020 navbatdagi Gentramiz mexanika ishqibozlari uchun. Yurgani qancha? 128 ming euro. Xo'p, 128 ming yurgan, ABS konditsionerlari bor, 4-pokoleniya metan gaz. Motor hadovoy korobkalari Вообще ideal. ideal. Balon pashti balonlari yangi. yangi holatda. Salon holatlari, o'rindiqlari isiydi. Navrotlari ham bor. Navrotlari ham bor. Shinalari ham bor. 128 dedingizmi? 128 ming o'zini probegi. Kraskasi toza, 2 qarich belgisi bor mana shu yerda. Bu metan gazlari mana pokoleniya. 2020 128 ming yurgan bitta petnosi bor mexanika. Ha. Narxi-chi buni aka? Narx 8,5 mingga berib yuboraman. 8,5 ming dollarga bo'lishimi? Endi bozorda holatiga qarab sunnatiga o'tib beramiz Bo'ldi. endi. Hujjatlari-chi? Ko'tarmasa. Hujjatlari faqat lekin oxirlaydi. Nomiga o'tkazib olish sharti bilan. Faqat sotiladimi aka yo variantga ham beraverasizmi? Sotiladi. Bo'ldi, nomeringiz 93lik 93 975 975 9309. 9309 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2017 navbatdagi Gentramiz mexanika ishqibozlar uchun bunisi ham. Xo'p, ABS konditsioneri bor. 4-pokoleniya propan. Yurgani qancha? 228 ming yurgan, yumshoq balonlari bor. Yangi bo'ldi. Yangi balon. Salon holatlari mana. 228 ming yurgan 2017. Propan gazlari bor mana. 228 ming yurgan 2017. Kraskasi? Kraskasi chap qanotda kriloda yuzak kraskasi bor. Bitta detalda yuzak kraskasi bor. Narxi nechi pul? 7,5 ming bor. 7,5 ming kami bormi? Bor. Bor. Xo'p, bermaganingiz bo'lmadimi hali? Yo'q, hali Hujjatlari nima bo'ladi? hujjatlari доверенный saqlanib bo'ladi. Xohlagan hujjati bo'ladi. Variantga sotmaysizmi? Yo'q. Bartergachi? Yo'q. Faqat naqdga. Nomeringiz 91lik 91
766 766 60 34. 60 34 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar.